Obunachilar, assalomu alaykum. Salomatmisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Uka, qo'ylarni zo'ridan kelgan. Aha. Inshaalloh 1 2 3 4 partiya qo'y chiqaramiz uka. 4 partiya atrofida. Ha, oxirida bitta boqayotgan qo'chqorim bor, zo'ri. Aha. Uni ham chiqaramiz. Mana sovliqlarga tushadigan 3 million 600 ming so'mdan ham sovliq qo'y chiqarib beraman uka. 3 million 600 ming so'mdan ham. Soni ko'p. O'zini narxida. Soni ko'p. Soni ko'p, soni o'ta seroq uka. Uchastkada ancha damirim boqilyapti turadi. Aha. Mayda qo'ylar bilan turgan. Ikkitish akalar. Ikkitishda jonivor. Xudo xolasa ishlashi konkret. Yerdan balandligi mana. Go'davoshlari mana chiqqani olishadi. Meter ham chiqib ekan, qaranglar. Uzunaqasiga mana akalar. 1 metr durib turibdi mana akalar. Assalomu alaykum Qo'char ishqibozlari, YouTube ishqibozlari, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa bugun biz video olib sizlar uchun Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha arzonchi optimchi deb nomlangan tepa qo'ron qishlog'idan olib boryapmiz. Akalar, videolarimiz yoqsa bittadan like tugmachasini ayamaysizlar. Akalar, xudo xolasa bugun yana arzonchi o'tkir akamni mini qo'y firmadan kelganmiz. Akalar, videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Akalar, hafta kunimizga bugun dushanba, birinchi kuni akalar, xudo xolasa boshlagan kunlaring hammalaringga xayrli, barakatli bo'lsin. Chisolarimiz akalar 24-avgust 2026-yil. Qo'ylarda mana bunaqa hisorasining zo'rlaridan, samigilarni arzonlardan apletdan o'tkir akamni mini qo'y firmadan keldik. Akalar, videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Akalar, like bosishni akalar unutmaysizlar akalar. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab tursalaring, arzonlardan xudo xolasa sizlarga chiqarib yoritib berib turamiz. O'tkir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling uka. Yaxshimisiz O'tkir aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Obunachilar, assalomu alaykum. Salomatmisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Uka, qo'ylarni zo'ridan kelgan. Aha. Inshaalloh 1 2 3 4 partiya qo'y chiqaramiz uka. 4 partiya atrofida. Ha, oxirida bitta boqayotgan qo'chqorim bor, zo'ri. Aha. Uni ham chiqaramiz. Mana sovliqlarga tushadigan 3 million 600 ming so'mdan ham sovliq qo'y chiqarib beraman uka. 3 million 600 ming so'mdan ham. Soni ko'p. O'zini narxida. Soni ko'p. Soni ko'p, soni o'ta seroq uka. Hech joningiz sog' bo'lsin. Bugun xudo xolasa 4 partiya qo'y chiqarib beramiz. 3 million 600 ming so'mdan ham urg'ochilar chiqarib berasiz. Xuddi shunday uka. Akalar, xudo xolasa yeb ichishlarni o'zlarini ko'rib turibsizlar. Xo'ra, haqiqiy yeb ichishlari ideal darajada. Orqa boshlari akalar, orqa boshlari ham zo'r. Quyoshda yaltiraydigan haqiqiy hisori simjum variantdan ekan O'tkir aka bular. Xudo xolasa uka, qo'ylar sifati yaxshi uka. Yeb ichishlari haqiqiy zo'r akalar, qaranglar. Yeb ichishdan umuman muammosi yo'q, xudo xolasa. Akalar, ichida bitta dollar svetidan ham bor ekan, akalar, qaranglar. Ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. Mana hurmatli obunachilar, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa yurish-turishlari, yeb ichishlari, aybi nuqsoni yo'q. Badallari haqiqiy ideal darajada yemini yeb turgan samigilarni haqiqiy zo'r variantidan. O'tkir aka, sonini bu nechta dedingiz? Soni uka 13 dona. Soni 13 dona dedilar, akalar, qaranglar. Ichida bitta dollar svetidan bor ekan. Yosh oylar nima deymiz O'tkir aka? Ikkisi ham bor. Aha. 4 tish, 6 tish, 8 tish hammasidan bor. Maydalagani yo'q. Bo'lishi mumkin. Bitta bo'lishi mumkin. So'rashganlarga takror video qilib Ha, berasiz. takror video qilib beraveramiz. Kelgan optim olsa ham, misol bitta ikkita olsa ham baribir videosini qilib beramiz. Akalar, mana qaranglar, xudo xolasa quloq-boshlari ham samiglarni qiqtaymagan, haqiqiy butun mana. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar, xudo xolasa mana 8 tishgacha bor ekan akalar, xudo xolasa. Mana orqa boshlari yaxshi, badallari zo'r. Xo'p, O'tkir aka, bularni bo'g'ozlab beramizmi? Nima deymiz bularni? Buni uka cho'pondan oldim. Aha. Cho'pondan tushdi qo'ylar. Hop, Bo'g'ozga berdi menga. sizga bo'g'ozlab berishdi. Ha. Endi obunachilar olsa bitta qo'chqor qo'shib olishaveradi. Qo'chqor yana qo'shib olishaveradi, ha? Ha. Akalar, yana bittadan qo'chqor qo'shib o'ragansizlar, xudo xolasa. Qo'ybaslar nima deymiz O'tkir aka? Qo'ylarni uka 80 deyveramiz, xotirjam. 80 xotirjam chiqaradi. Ha, 80 deb qo'yaveraylik. Misol minusi bo'lsa bitta ikkita bo'lishi mumkin. Atak 80 plyusda. Minus bo'lsa 1 sen, 2 sen minusi bo'lishi mumkin, lekin baland akalar bu yerda. Qo'ylar akalar, xudo xolasa. Mana qo'ylar ham uka 80 da xotirjamroq. Ha, 80 dan oshiq mana bu qo'ylar ham akalar. 80 dan oshiq ham bo'lishi kerak. Endi har xil uka beyda. Jonivorlar o'zlarini ko'rib turibsizlar, xudo xolasa yeb ichishlari zo'r. Akalar, yemasa ichmasa badanimda qolmaydi. Haqiqiy zo'rini boqaman deganlar bugun aloqaga chiqasizlar. Akalar, bitta ham sotilaveradi, metganini qilib tashaverasizlar, pastdan nomerda Telegramda bo'ladi. Ishlaringizda akalar bitirib berishadi. O'tkir aka, endi buni qiziq joyi narxida. Narxini nima deymiz O'tkir aka? Narxini uka tortishmayman. Bitta narx aytaman, obunachilar telefon qilsa, chip beraman baribir. Bo'ldi. 5 million 300 ming so'mdan bir joyga ketaveradi. 5 million 300 ming so'mdan bir joyga ketaveradi. Dastavkasi vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Mana. Dastavkasi vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Xo'p, xudo xolasa bitta ikkita olganga savdosi bor. Ha, bir dona olsa ham savdosi bor. Aytgan narximdan jicha tushib beraman uka. Aha. Endi hozir haligi tortishib, bayda haligi o'yin qilish keragi yo'q. 5 million 300 ming so'm chiqadi uka. Telefon qilishadi, ozgina xayriga o'taman. Bitta ham, hammasi ham ketaveradi. Mana akalar, xudo xolasa qiziqqanlar shoshilib aloqaga chiqaverasizlar.
Xudo xolasa qaysi qo'y yo'qsa metkani qilib tashlasalaring ishlaringni bitirib berishadi. Akalar bizni kuzatishda davom etamiz. Bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyamizga mana bunaqa urg'ochlarda haqiqat zo'rlarda akalar. Erinmasdan ko'rib tursangiz, men ham chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Xo'p, O'tkir aka, ikkinchi partiyamiz soni 12 dona so'g'liq, aha, bitta qo'chqor. bitta qo'chqor 13 soni dona, 13 dona. Bu ham Ha. 13 dona akalar, qaranglar. Hammasi xudo xolasa sarig'idan deganlarga sarig'idan akalar, xudo xolasa Edilboy deganlarga Edilboyda. Mana bunaqa simjun cho'tka jullardan ham bor akalar. Orqa boshlari nihoyatda chiroyli, haqiqiy go'zal variantlardan. Qo'chqorni ham zo'rini qo'shib qo'yibsiz O'tkir aka? Qo'chqorni zo'rini qo'shib qo'ydik uka. O'tkir aka qo'chqorni ham sotamizmi? Qo'chqor ham sotiladi uka. So'g'liqlar ham sotiladi. Hammasini sotamiz. O'tkir aka, bularda bo'g'oz qisirlarni nima deymiz? Uka, menda 3 tasini videosi bor. Ha. Obunachilar. Endi qolganini ko'rmadim to'g'risi. Endi har da bayda turolmaymiz-ku. 3tasini naq bo'g'ozga ham berilaver aka. Videosi bor. Mana bu oqti ham, ha? Mana shu oqda. Mana o'ng tomon turganda mana bu Mana oqti ham shu qo'ydi. videosi bor ekan. Shu qo'chqordan qo'chgan, ha? Mashindan qo'shgan uka. Mana akalar, qo'chqorda ham alohida sifatlariga bir alohida ahamiyat berasizlar. Oyoq kengliklari, dumba razrezlari. Qo'chqor uka o'ta kelishgan qo'chqor. Mana buni ko'ring. Bu ishlovi bor-ku. Jonivor. Ishonaverim. Dahshat ekan mana qo'chqor. Qo'chqor qarang akalar, qo'chqorda Dahshat deb qolsa. zo'rni boqaman deganlar. Ha? Mana qo'chqor. Mashina bolasidan mashina bolasi tushadi inshaalloh, mas'ul bo'ladi. Mana. Nimaga ichida turibdi-da bu? Yoshlar qanaqa buni? Bu ikkishga chiqqan bu qo'yam mana. Ikki ekan jonivor. Haqiqat mana 1 yoshga to'lgan. Masalan, shu haligi bolasini oladigan paytda Mana ikki dumbasidan akalar qaranglar. ketaveradi uka. Jonivor zo'r obunachilar, qaysi qo'y yo'qsa metkani qilib bemalol tashlayverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib ishlaringni bitirib berishadi mana. Xo'p, bo'ybasi nima deymiz O'tkir aka bo'ladi? 80 plus minusda. 80 plus minusda akalar qaranglar. Bo'ybasi 80 plus minusda. Xo'p, yebishda muammosi yo'q. Yo'q, yeb-icharidan umuman muammosi yo'q. Do'qolasi sinab olishaveradi buni. Mana shu yem tashlab akalar qorin tashlab qo'ygan ekan. Xo'p, mana shu qora qo'y ham ancha bilinib qoldi, shu qora qo'ydiki. Mana qora qo'yda akalar xudo xolasa menimcha naq bo'g'oz akalar. Xo'p, Endi uka, buni qarang. 100% bu bo'g'oz demayman men. aha. Mana shu qo'y. Mana Qo'chqor shu bilan turibdi. pishmagan to'g'ri. Bir hafta 10 kundan o'tdi. Qo'chqor bilan turganiga. Aha. Olsa, yerda qo'chqor tashlab qo'yishaveradi. Videosi borini videosini tashlab beraman. Bo'ldi gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, xudo xolasa yeyishlardan muammosi yo'q. Xudo xolasa yosh oyligi qoldi. Yosh oyligi nima deymiz? Yosh oyligi uka 6 ta asosan qo'ylar. 6 ta asosan, ha? 6-8 ta. 6 ta 8 ta. Maydalagani yo'q. Yo'q, maydalagani yo'q bayda. Hammasi 6 ta 8 ta. Bitta 4 tishimiz bor mana shu qo'y. Bitta sariqmi? Ha, mana shu. Mana sariq akalar 4 tish ekan. Bitta mana shu bor. Jonivor qizg'anyapti. Xo'p, narxi necha? O'tkir aka, narxi nima deymiz? Uka, narxini 5 million 200 ming so'mdan bo'lsa bir joyga ketaveradi so'g'liqlar. 5 million 200 ming so'm. Ha. Akalar 5 million 200 ming so'mdan bo'lsa, hammasi bir joyga ketaver ekan mana akalar. Xudo xolasa. Xo'p, qo'chqorga nima deymiz? Qo'chqor narxini necha pul aytamiz? Qo'chqorni uka 11 million so'mga ketaveradi. 11 million so'mga. Ha. Akalar 11 million so'mga xudo xolasa buni ham xudo xolasa yetkazib olib berishadi. Dastavkalarimiz vodiy bo'ylab Toshkentgacha, to'g'rimi? Xuddi shunday uka. Toshkentgacha dastavkasi bizning bo'ynimizda uka. Bo'ldi. Undan u yog'iga ham dastavka bor, kelishilgan holat. Kelishilgan holatda dastavkasiga akalar yordam beraverasizlar, undan u yog'iga ham xudo xolasa Yetkazib beramiz. yetkazib olib berishadi. So'g'liq desa so'g'liq, qo'chqor desa qo'chqor. Hammasidan bor ekan akalar, bugun zo'rlardan tushyapti akalar. Samiglamda pullari arzondan tushyapti akalar. Kimga qiziq bo'lsa ekranda nomerlar shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Bizda akalar endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi keyingi partiya. Keyingi partiyamizga ham mana bunday simjun variantlardan ekan. Qaranglar akalar. Mana xolasa orqacha ko'rib turasizlar. Chiroyli qilib buni ham yoritib beramiz akalar. Mana puli arzonlardan akalar tushyapti akalar. Xolasa puli arzon samiglamda mana bunday serxarida variantlarda mana akalar o'zlari bitta bo'lib o'tyapti. Qaysi qo'y yo'qsa metkani qilib tashlayverasizlar. Xo'p, bu partiyamizga soni 7 dona. 7 dona. Ha. Bitta 4 tish, Aha. 5 ta 6 tish, 4 ta 6 tish, 2 ta 8 tishi bor. Mana akalar. Tishlarini attida ko'rib qo'ygan bo'ldi. Ishlari akalar samiglamda ana bu Qo'ylar tur yo'q uka. 2 tadan tutadi, 2 ta 3 tadan tutadi. 2 ta 3 tadan tuqqan akalar. Xo'p, bu buni uka bitta haligi yaxshi tomoni qo'y borib, junini o'zi tulatadi. yo simjun variantdan ekan mana. Qara. O'zi tulatgan junini. Akalar, quyosh bo'lsa quyoshda yiltiraydi. Tovlanib mana. Qo'ylar haqiqiy zo'r mana xudo Kishilar xolasa. qo'ylar emas uka.
Bo'ylari 80 gacha. Qo'ylari 80 gacha bo'y bassa. Qo'ylari 80 gacha akalar. Mana akalar, qo'ylar haqiqiy yugurib o'ynab turibdi akalar. Xudo xolasa, kasal kusali umuman yo'q-a, uka aka? Yo'q, yo'tal ko'tari, kasal kusal, yeb ichmagani yo'q buning ichida. Ko'ryapsiz, qo'ylar o'zi. Stroysa bo'ldi akalar, terilib turibdi. Xo'p, O'tkir aka, partiyalar ko'p. Narxi nima deymiz buni? Buni uka yengil qo'yamiz. 4 million 500 ming so'mdan shunday birinchi so'roq odamga ketaveradi qo'ylar. 4 million 500 ming so'mdan. Akalar 4 million 500 ming so'mdan akalar xudo xolasa bir joyga bo'lsa ketaveradi xudo xolasa. Bitta olaman desalaring ham akalar aloqa chiqarasizlar, ishlaringizni bitirib berishadi. Xo'p, qo'chqar yurganmi ichida buni ham O'tkir aka? Buni ichida ham qo'chqar yurgan uka. 50 keldik bu. Ha, 50 keldik, lekin qo'chqari yurgan. Nimagaki bizda qo'chqar serob, mana qo'chqar uka, mana shular ham fonli qo'chqar. Bu tomondan akalar qo'chqarlar ko'p, hammasini. Mana bu qora qo'chqar turibdi mana. Aha. Bo'yi 95 uka. Aha. 4 ishdan 6 ishga chiqyapti. Bu ham sotuvda mashlar bilan birga yuribdi. Buni uka ish qog'ozida 10 million 500 ming so'mga shunday telefon qilsa ishi bitadi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib beramiz. Ishni necha dedingiz? 4 ishdan 6 taga chiqyapti. 4 dan 6 taga o'tyapti akalar. Bunlarni ko'rsatib qo'ying. Mana akalar xudo xolasa tashqariga olib chiqmadik. Ish qog'ozi bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Akalar o'zlari sizlarga takroriy video qilib, bo'y basini o'lchab, ishlarni ko'rsatib, chiroyli qilib sizlarga video qilib berishadi. Xo'p, bularning narxini 4 million 500 ming so'm bir joyga bo'lsa akalar ketavergan akalar xudo xolasa. Xudo xolasa telefon qilishadi. Xayr sunnatiga yana ozmas o'tib berasiz. Mana shu obunachilar telefon qilaveringlar, inshaalloh ozmas tushib beraman qo'ydan. Endi hozir men bloger bilan tortishib, falan pakem piston deganim yo'q. Telefon qilasizlar, ishni bitiramiz inshaalloh. O'zlariga tushib berasiz. Ha, o'zlariga tushib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Realni olaman degan ko'kalar aloqa chiqsalar, takroriy video ham qilib berishaveradi. Akalar xudo xolasa maslahat qilib, realni olaman degan ko'kalar aloqaga chiqarsa, xudo xolasa mana yeb ichib turibdi. Sog'lom variantdan boqaman deganlar shoshilib aloqaga chiqarasizlar. Shu qo'rada yil 12 oy umuman qo'y uzilmaydi. Bu qo'ylar tugab ketsa ham, akalar xudo xolasa yana yangi partiyalar kelaveradi. Xudo xolasa pullaringga yarasha qilib, xudo xolasa videoni qilib, qo'ylarni xudo xolasa kelishtirib, yo'lda qilib topib berishadi akalar. Bizni kuzatishni davom etinglar, bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi keyingi partiya. Keyingi partiyamizga haqiqiy pul arzonlardan mana qaranglar. Xudo xolasa ichida bitta ola pakkisi ham bor ekan, O'tkir aka. 2 dona ekan, qaranglar akalar. Jup olaman deganlarga 2 dona ola pakkisi ham bor ekan. Boshqasi bor-da, ichida xolasa. Akalar xudo xolasa yemni berib akalar, xudo xolasa yaxshilab boqtirsangiz daromadini zo'r qiladigan variantdan akalar xudo xolasa. O'tkir aka, bu partiyamizda soni nechta? Uka soni 15 dona. Soni 15 dona. Mana akalar, soni 15 dona. Mana. Xudo xolasa zo'rlardan akalar xudo xolasa. Puli arzon shularmi O'tkir aka? Uka hozir bor-ku. Ha. 3,5 million, 3 million 600, 4,5 millionga ham qo'zi bo'ryapti. Bunda kichkina qo'zi, sutdan chiqqan. Buni olishadi, 2 oy orqaga qaytib oladi birinchi. Onadan ajragani. To'g'ri. Bularni bor shu qo'zining narxidan past qo'yamiz. Qo'zining narxida past. Ha, 4 millionlik qo'zining narxidan past qo'yamiz, uka qo'ydi. 4 million. Qo'ylar bor, hali 2-3 ta xotirjam bola beraveradi. Tog'dan yangi tushdi uka. Aha. Qo'ylar soni 15 dona. Soni 15 dona. 3 kundan o'tib tushganiga. Aha. Pardozini ham qilganim yo'q. Qanday kelgan bo'lsa, ana shuni chiqaryapti. Shu holada turibdi. Ha. Mana akalar, tog'da yurgan qo'ylar akalar, o'zlaring to'g'ri tushunasizlar. Mana pardozi berilmagan qo'y qanday bo'lsa, shunday holatda mana qo'ylar chiqarilyapti mana akalar. Xudo xolasa yemni berib akalar, xudo xolasa daromadini qiladigan variantidan. Yosh oyliklar qanaqa O'tkir aka buni? Buni uka yosh oyligi 8 qishdan pastlagan hammasi. 8 qishdan Aybi pastlagan. o'sha xolos, ha. Bitta aybi shu. Bitta aybi o'sha. Mana bitta aybi akalar mana shu ekan. Lekin yeb ichari o'ta kerak. Yerda ham sinab ko'rdik, mashinada ham. Prosta tog' sharoitiga yaramaydi xolos. Tog'da endi toshli joylarga bular yaramay qoldi. Akalar, yeb ichishlariga garantiyani beriladi bir hafta. Xotirjam yedirib ichiraverasizlar. Xo'p, akalar bu tog'da yurgan, tosh yeb qo'ygan. Shu hisobiga maydalagan akalar. Xudo xolasa tishi butun ekan. Tishi akalar mana birata to'kilib tugagani yo'q. Hammasini tishi butun. Tishi butun akalar, to'kilgani yo'q. 8 tadan pastlagan xolos. 8 tadan pastlagan ekan, lekin tish maydalagani akalar, to'kilib ketgani yo'q ekan. Xo'p, O'tkir aka, buni bo'ybasini nima deymiz? Keyin narxiga o'tamiz buni sirasi. Buni uka bo'yini 80 gacha beraveraman. Narxi-chi? Narxini uka 3 million 600 ming so'mdan shunday ketaveradi. Hammasi. Hammasi. Son necha dedingiz bu yerda? 15 ta. 15 ta. 3 million. Go'sht yo'nalishiga vaqtsin. Aha. Xohlasin. Bola olishsin, ha?
Ozgina yem yesa uka bu qo'ylar sohat sayin o'zgarib ketadigan qo'ylar. Yem ko'rmagan biz ham shu oddiy dalani o'tini beryapmiz xolos uka. Mana akalar, Xudo xolasa yem yemagan, umuman yem nimaligini bilmaydigan qo'ylar akalar. Olib tashlab qo'ysalar akalar, effektini zo'r beradi akalar, Xudo xolasa. Mana zo'rlar. Kichkinaroqni ushlaydi uka. Kichkinasini akalar. Qo'lga kirdi, mana shu ushlab qo'yman. Ko'ryapsizmi? Oriqroq xolos, aybi. Aybi oriq. Dumboqoshini qara. Yem yesa chiqadi-da bu mana. Ha. Shu ham akalar mana shu qo'y ham akalar bo'yi Mana shu. Shuni ko'rdingiz-a? Ishi butun. Mashinchalikda mana. Ishi butun. 8 tadan ozgina kirsilagan xolos. Chicha yem talab xolos qo'ylar. Akalar yemni berib, Xudo xolasa xolasalaring bolalar ekansizlar, xolasalaring akalar go'sht yo'nalishi ham boshlang bo'lar ekan. Samigramni yeb ishlardan muammosi yo'q ekan. Puli 3 million 600 ming so'mdan, to'g'rimi? Xuddi shunday ekan. Qo'zidan ham arzonlashdi aka. 3 million 600 ming so'mdan akalar. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa, bitta olaman deganga ham, ikkita olaman deganga ham akalar sotilaveradi, Xudo xolasa. Kelib ko'ramiz degan aka-ukalarga lokatsiyalar tashlab beriladi. Xudo xolasa ishlarni bitirib berishadi. Sog'ni sirop akalar, Xudo xolasa bunaqa qo'ylar uzilmaydi. Qasamlarga aloqa chiqarasizlar. Xo'p, O'tkir aka, so'nggi partiyamizmi bu? Bundan keyin bitta qo'chqarim bor aka. Bitta qo'chqarimda turibdi, shuni chiqaramiz obunachilarga, Xudo xolasa. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar, narxlarni ham yana Xudo xolasa hamma partiyadan O'tkir aka, Xudo xolasa o'tib beradi telefon Ha, qilsa. o'tib beraman. Hamma partiyadan. Hamma partiyadan kami bor. Telefon qilaverasizlar, ishni bitiramiz. Qo'llab-quvvatlab, laykni bosib tursalarmi bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, narxlar arzon bo'lgan bo'lsa, kommentariylarga o'zlaringiz fikrlarini yozib qoldirasizlar akalar, Xudo xolasa. Xo'p, akalar, bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi so'nggi partiya. So'nggi partiyamizga akalar Qo'chqorda haqiqiy zo'ridan mana bunaqa hisorini tozasidan ekan akalar, Xudo xolasa. Buni ham ma'lumotini sizlarga berib o'tamiz. O'tkir aka, hisorini zo'ridan olib qo'yibsa, Qo'chqorda, Xudo xolasa. Uka, bu uchastkada anchadan beri boqilyapti turadi. Aha. Mayda qo'ylar bilan turgan, yoshi ikkitish uka. Yoshi ikkitish. Bitta ko'rsatib qo'yaylik, so'z isbot bilan bo'lsin. Ishni ko'rsatib qo'ying. Ikkitish akalar. Ikkitishda jonivor. Xudo xolasa ishlashi konkret. Gazi sinovdan o'tgan, gazi kuchli qo'y. Gazi nihoyatda kuchli ekan akalar, qaranglar. Oyoqlari akalar haqiqiy polvon, qalin akalar, orqalari akalar mana razrezlari bor. Mana oyoq kengliklari akalar. Haqiqiy Xudo xolasa ishlashi ham yaxshi. Qo'yga ishlashi yaxshi. Mana akalar qaranglar, menlari yiltirayapti quyoshda mana. Xudo xolasa yo, sifati zo'r uka, qo'y kuchli, Xudo xolasa, gazi o'ta kuchli uka. Telefonga ham sig'mayapti, O'tkirga qo'y kattaligidan. Haqiqiy qo'y. Xudo xolasa endi niyat qilib oldim. Endi sotish kerak ekan, sotamiz uka. Obunachilarga berasiz, Xudo xolasa. Ha, inshaalloh. Shunday telefon qilgan birinchi odam ishi bitadi inshaalloh. Puli qamat olmaydi, O'tkir aka, yo'lda bo'ladi, Xudo Yo'q, xolasa. buni bor-ku. Ha. Endi hozir hamma yoqni ko'rib turibmiz, ko'chani ham, boshqani ham, bozorni ham. 9 million 500 ming so'mga uka shunday ketaveradi. Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha buni ham Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastavkasi bizda uka. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha akalar, Xudo xolasa yetkazib olib berishar ekan. Kimga qiziq bo'lsa, shoshilib aloqa chiqarasizlar. Akalar, qaranglar, quloq boshlari ham nihoyatda chiroyli. Zo'r, ammo O'tkir aka mana yilkilardan kelyapti, pashti itilmayaptilar jonivor. O'tkir aka qiyin, ushlab turish qiyin uka. Hozir buni parametrlarini bitta o'lchab beramiz, keyin videoga yakuniga so'ramiz. Mana hurmatli obunachilar, yerdan balandligi mana. Go'davoshlari mana chiqqani olishadi. O'tkir aka bunaqa uzunaqasiga ham tashlaylik metrda. Mana akalar, mana uzunaqasini ham ko'ringlar. Akalar, qaranglar, 1 metr ham chiqar ekan, qaranglar. Uzunaqasiga mana akalar 1 metrda urib turibdi mana akalar. Mana. Uka, xohlasa olishsin bor-ku, maza qilsin. Qo'y vobshe zo'r narsa, uka. Zo'r narsa ekan, akalar, qaranglar, xudo xolasa sizlarga tavsiya qilaman. Ikkitish haqiqiy qo'yga ishlab turgan simjun variantlar. Kimga qiziq bo'lsa akalar, bemalol aloqa shoshilib aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa ishlaringizni bitirib berishadi. Haqiqiy zo'ridan, tozasidan boqaman deganlar aloqa chiqarasizlar. 9 million 500 ming so'mga xudo xolasa vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib olib berishar ekan. Xudo xolasa akalar, ketkizgan vaqtlaringiz rozi bo'lasizlar. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar.